Barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Aziyak har doimgidek obunachilar. Bugungi videoda biz Counter modini tekshirib ko'ramiz. Bu yangi, yangi mod mana. Faqat bunda ham shu kamchilik bor. O'g'i tugaydi. Bilmayman. Mana botlarni yashil qilib qo'yadi. Ko'rish uchun oson bu. Lekin botlarga ham har doimgidek kuchlar o'tadi. Obunachilar, bombalarni lekin cheksiz atadi. O'lmadi-ku bu. Obunachilar, bu mod har doimgidek 50 ta obunachi kelsa buni ham qilaman, ikkovini ham qilaman. O'tgan safargi mod menyuni ham. Nihoyat o'ldirdim. Juda qiyin bo'ldi bu. Nimaga menga tegmayapti? Chunki men Ghost Hackni yoqib qo'yganman. Hozir o'chiraman. Qani ekan? Ghost Hack mana bo'ldi. Endi hozir menga mana bu o'tayapti. Mana bu yerda ekan. Xayr ukam. Vahahaha. Bu juda zo'r obunachilar. Fovni yoqib qo'yganman men. Fovni o'chirib o'ynaymiz qani. Obunachilar qo'shiqqa e'tibor bermang. Fovni o'chirib olay. Ana bo'ldi. What the fuck? Hamma shunday turaversin. Headshot bo'ldi. Obunachilar, bu mod juda tez. Kimga kerak bo'lsa kommentda yozib obuna bo'lib qo'ysin. Qani yaramas. Mana. Xayr ekan. Obunachilar, buni mushuk qilib yubordi, o'lay agar. Men emas, mushuk bosib yubordi obunachilar. O'yindan otib yubordi. Bo'ldi. Obunachilar, bu sizlarga ko'rsatgan mushugim edi. Juda shirin mushuk bu. Miyovlab qo'y, miyovlamaydi ham bu. Headshot bo'ldimi? Ukam headshotni tan oldi ana. Obunachilar, mana shunday qilib serverlarda ham mazza qilib o'ynaysizlar. Shuning uchun obuna va like esdan chiqmasin. Texnologiya xayr obunachilar. Sizlar bilan men Aziyak bo'ldim. Bitta degilda qo'yib beramiz sizga. Hozir ana bo'ldi. Xayr obunachilar.